Biz rasman sun'iy intellekt revolyutsiyasiga kirib keldik va so'nggi 1 yil ichida uning naqadar kuchli ekanini ko'rsatadigan ko'plab misollarga guvoh bo'ldik. Masalan, butun boshli insholarni yozib beradigan, maktab vazifalarini bajaradigan, hattoki juma xutbalarini tayyorlab beradigan mashhur ChatGPT. Yoki tasavvuringizdagi eng vahimali g'oyalarga asoslanib, realistik tasvir va videolar yaratadigan tasvir dasturlari. Masalan, Donald Trump musulmon. Thank you very much. Sizga virtual studiyani yaratib beradigan texnologiyalar, mashhur shaxslarning ovozini taqlid qiladigan va siz xohlagan ohangda yangraydigan ovoz modellarini tasavvur qiling. Masalan, Kanye West nashida aytmoqda. Ya habibi ya Muhammad. Eng hayratlanarlisi shundaki, bu texnologiya kun sayin rivojlanmoqda. Ammo bu musulmonlar uchun nimani anglatadi? Qo'rqishimiz kerakmi? Bu yaqinlashayotgan qiyomat alomatimi? Yoki bu shunchaki jim o'tib ketadigan oddiy jarayon bo'ladimi? Biz dunyodagi yetakchi musulmon sun'iy intellekt mutaxassisi Dr. Valid Quddus bilan suhbatlashdik. U Silikon vodiysiga begona emas. Dunyoning eng yirik brendlariga sun'iy intellektni joriy qilishga mas'ul bo'lgan. Google va Uber kabi. Google xaritalari loyihasini ilgari surgan shaxs. Biz undan eng murakkab savollarimizni so'radik. Marhamat. Siz sun'iy intellekt bilan 10 yillar davomida ishlaysiz. Bugun sun'iy intellekt degan tushunchani hamma eshitmoqda. Sun'iy intellekt nima o'zi? Buni 10 yoshli bolaga qanday tushuntirgan bo'lardingiz? Ha, sun'iy intellekt aslida shunday iboraki, ilgari kompyuterlarni ma'lum bir ishni qil deb dasturlaganmiz va ular aniq bir holat yoki ma'lumot ko'rmay o'z xatti-harakatlarini o'zgartirmagan. Sun'iy intellektning asosiy mohiyati esa tajriba asosida o'rganishdir. Ya'ni, har safar algoritm yoki kompyuter yangi bir misolga duch kelsa, u bu misoldan dunyo haqida qanday bilim olish mumkinligini tushunishga harakat qiladi. Hayotimizda biz sun'iy intellektdan ko'p foydalanamiz. Masalan, Netflix tomosha qilganingizdan keyin keyingi tomosha qilishingiz kerak bo'lgan videoni qanday tanlaydi? Sun'iy intellekt shuni kuzatadi. Film A'ni ko'rganlarning 50% film B'ni ham ko'rgan. Shuning uchun sizga ham tavsiya qiladi. Bu yerda sun'iy intellekt namunalarni topadi. Endi kompyuterga faqat aniq buyruq berish shart emas. U o'zi moslashadi va rivojlanadi. Bu esa tarixan faqat insonlar bajara oladigan ish edi. Endi esa to'satdan kompyuterlar ham buni kuchli tarzda uddalay boshladi. Bugungi kunda sun'iy intellekt realistik tasvirlar, matnlar, videolar va nutq yaratishga qodir ekan, ma'lumotlarni aniqlash qanchalik qiyinlashmoqda. Bu borada ehtiyot bo'lishimiz kerakmi? Ehtiyot bo'lishimiz kerak deb o'ylayman. AQShda bo'lib o'tgan voqealarni eslasak, Rossiya tomonidan saylovlarga aralashish va shu kabi texnikalardan foydalanilganini ko'ramiz. Va bu texnologiyalar yanada kuchaytirilgan bo'lsa, har bir inson uchun soxta ma'lumot tayyorlash imkonini beradi. Bunday ma'lumotlarni aniqlash qiyinlashadi. Bu borada ehtiyot bo'lishimiz kerak. Sun'iy intellekt asrida noto'g'ri xabarlar va yolg'on ma'lumotlarning tarqalishi borasida qanday xavflarni ko'rasiz? Bunga qarshi qanday kurashish mumkin? Bu juda murakkab muammo, chunki odamlar hali sun'iy yaratilgan kontent va haqiqiysini farqlashni o'rganmagan. Ayniqsa bunday narsalar insonlarning his-tuyg'ularini qo'zg'atadigan qilib tayyorlanadi. Bu esa tasdiqlash xatosi kabi holatlarga olib keladi. Bu borada har birimiz mas'ul bo'lib, ma'lumotlarni tekshirishimiz kerak. Bu aslida islomga yot tushuncha emas. Qur'onda Alloh taolo: "Ey mu'minlar, agar fosiq kishi sizlarga biror xabar keltirsa, uni tekshiringlar" deydi. Demak, Alloh bizga qandaydir xabar kelsa, uni tekshirishni buyurmoqda. Bugungi kunda bu jarayon texnik jihatdan qiyinlashgan bo'lsa-da, uning asosiy tamoyillari o'sha. Har qanday ma'lumotni manbasini aniqlash va ehtiyotkorlik bilan yondashish. Tajribangizdan kelib chiqib, sun'iy intellekt qachon ongli yoki aniq holatga kelishi mumkin deb o'ylaysiz? Olimlar ong tushunchasini aniqlashda juda uzoq yillardan beri qiynalishadi va hali ham bu borada aniq tushuncha yo'q. Qur'onda ham sizdan ruh haqida so'rashadi. Ayting, ruh Robbimning ishlaridandir deyiladi. Ya'ni bu kabi narsalar, ong, ruh kabi tushunchalar insonlar uchun tushunarsiz bo'lib qolmoqda. Hatto ba'zan bu savolning o'zi to'g'ri qo'yilganmi degan savol paydo bo'ladi. Dastlabki kompyuterlar fanining asoschilaridan biri kompyuterlar fikrlay oladimi degan savol suvosti kemalari suza oladimi degan savolga o'xshaydi deydi. Ya'ni ular shunchalik har xil narsaki, bunday solishtirishning o'zi mantiqsizdek tuyuladi. Sun'iy intellekt bizning do'stlarimizni almashtiradimi? Odamlar turmush qurish yoki insoniy munosabatlarga ehtiyoj sezmay qo'yadilarmi? Afsuski, bu borada o'zgarishlar bo'lishini men oldindan ko'rayotgandekman.
Ayniqsa, hozir G'arb davlatlarida turmush qurish darajasi keskin tushib ketgan. Tug'ilishlar soni ham juda kamayib bormoqda. Buning asosiy sabablaridan biri aslida internetdagi pornografiyaning keng tarqalganidir. Endi tasavvur qiling, bunga sun'iy intellekt qo'shilsa va yanada kuchaytirilsa. Sun'iy intellekt yordamida inson o'z istaklariga to'liq mos, faqat o'zi xohlagan xususiyatlarga ega virtual shaxslarni yaratishi mumkin bo'ladi. Bu matn, ovoz yoki tasvir orqali bo'lishi mumkin. Natijada biz pornografiya sabab jamiyatda yuzaga kelgan salbiy oqibatlarning yanada kuchayganini ko'rishimiz mumkin. Bu, menimcha, jamiyat hal qilishi kerak bo'ladigan muammolardan biri bo'lib qoladi. Afsuski, bunday holatlarning ilk belgilari allaqachon ko'rinib ulgurgan. OpenAI kompaniyasining bosh direktori Sam Altman ChatGPT kabi texnologiyalar insoniyatning yo'q bo'lishiga xavf solishi mumkinligini aytdi. Bu bo'yicha tajribaga ega va musulmon sifatida bu fikrga qanday javob berasiz? Bu meni uxlamaslikka majbur qilmaydi. Ehtimol eng yaxshi tarzda aytishim mumkinki, agar siz yo'qolishning boshqa sabablari, masalan, iqlim o'zgarishi, jamiyatning parchalanishi yoki oilaviy birliklarning buzilishi haqida o'ylasangiz, hozirgi kunda ko'rayotgan narsalarimizni hisobga olib, bu texnologiya meni xavotirga solmaydi. Texnologiya hali ilk bosqichda. Sam Altman esa o'zining maqsadlariga ega. Men 15 yil davomida Silikon vodiysida bo'ldim. Yangi startapni yaratganingizda, siz unga to'siqlar yaratmoqchi bo'lasiz. Boshqalarning unga kirishiga to'sqinlik qilishni xohlaysiz. Shuning uchun hukumatdan foydalanib, o'zingizga foydali bo'lgan reglamentlarni joriy qilishini so'raysiz. Shunda buni siz bilasiz, lekin boshqalar bilmaydi. Mana shu biznes degani. Shuning uchun men Sam Altmanning texnik salohiyatini hurmat qilaman, lekin shu bilan birga uning o'z maqsadlari borligini va direktor sifatida o'z maqsadlariga erishish uchun harakat qilishini tushunish juda muhimdir. Bu texnologiyada islomiy sohaga ijobiy hissa qo'shadigan ba'zi jihatlari nimalar? Men juda qiziqarli qo'llanmalarga duch keldim. Eng qiziqarli misollaridan biri Tartil ilovasi. Bu mobil telefon dasturi sizning Qur'onni o'qishingizni tinglab, xatolaringizni aniqlaydi. Tarixan bu jarayon odatda biror kishi topish yoki biror do'st bilan o'qish orqali amalga oshirilgan. Ammo bu ilova buni ancha osonlashtiradi. Shunday qilib, bu umumiy vosita bo'lib, deyarli barcha maqsadlar uchun ishlatilishi mumkin. Tasvirlar, san'at asarlarini yaratadigan ilovalar ham mavjud. Agar ular to'g'ri qo'llanilsa, bizni chuqur o'ylashga undovchi vositalar bo'lishi mumkin. To'g'ri qo'llanilsa, islomning har bir jihati bo'yicha juda ko'p qiziqarli imkoniyatlar mavjud. Bu bo'yicha mutaxassis sifatida bu botlar va dasturlardan chiqadigan ma'lumotlarga ishonasizmi? Yo'q, ishonmayman. Bu odamlar uchun qarama-qarshi bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin men botlar bilan bevosita ishlashda ko'p vaqt sarfladim va ular hallusinatsiya deb ataladigan muammo bilan duch kelayotganini bilaman. Ular nafaqat bilimdan mahrum, ya'ni ular bilmaydi. Ular bilmasliklarini bilmaydi. Boshqacha qilib aytganda, ular narsalarni uydirib chiqarishlari mumkin va buni to'liq to'g'ri ekanligiga 100% ishonishadi. Bu arab tilida jahl murakkab deb ataladi. Bilmasligingizni bilmaysiz. Aynan. Tizimlardagi asosiy muammo haqiqatdan ham jahl murakkab deyiladi. Ya'ni ular ma'lumotlarni noto'g'ri yaratishlari mumkin. Masalan, ular mavjud bo'lmagan bir hadisni yaratishlari mumkin. Yoki bugungi kunda agar siz tahorat qilishda tizzalarni yuvishim kerakmi deb so'rasangiz, ular tizzalarni yuvish kerak deb javob berishlari mumkin. Ular ko'pincha o'z javoblariga juda ishonch hosil qiladilar. Xato bo'lsa ham. Shunday qilib, sun'iy intellekt tizimlarini diniy sohada ishlatishda juda ehtiyotkor bo'lishimiz kerak. Albatta, sun'iy intellekt tizimlarining foydali jihatlari ham bor. Masalan, Qur'on va hadislarni izlash hozirda juda qiyin. Chunki ko'pincha biz so'zlarni qidiramiz, ammo so'zlar ma'noni to'liq ifodalay olmaydi. Sun'iy intellekt tizimlari ma'no yoki semantik ma'lumotlarni ushlashi mumkin. Bu esa hadis va Qur'on qidiruvlarini ancha tezroq qilish imkonini beradi. Bu esa olimlar uchun ajoyib vosita bo'lishi mumkin. Lekin olimlar bu ma'lumotlarni to'g'ri talqin qilish va baholashga egalar. Biz o'tgan vaqtlarda shayx Google muammosiga duch kelgan bo'lsak, shayx AI bilan ham xuddi shunday muammo yuzaga kelishi mumkinmi? Ya'ni bu qisqacha javob.
Menimcha, biz jamiyat sifatida ushbu texnologiyalarni farqlash va ularga nisbatan cheklovlarini tushunish uchun o'z mahoratimizni rivojlantirishimiz kerak. Biz ularni qandaydir sehrli narsa va ular faqat haqiqatni gapirishi kerak deb o'ylaymiz. Shuning uchun tarixiy qarashlarni, masalan, qidiruv natijalarida mavjud bo'lgan jihatlarni inkor etamiz. Bu esa jamiyatda turli xil ixtiloflarga olib keladi. Menimcha, agar bu texnologiyalar to'g'ri ishlatilmasa, aynan shunday ixtilof ta'siri bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu amalga oshishi mumkin bo'lgan narsadir. Musulmon jamiyatida har doim bir muammo bo'lgan. Ular qilayotgan ishlarini noto'g'ri deb aytish yoki ular qilayotgan ishni qabul qilish, uni yaxshilashga harakat qilish. Masalan, bir taraf internetdan islomiy ma'lumotlar izlashni rad etish kerak desa, nega biz aynan javoblarni internetdan izlashni yanada samarali, ishonchli va muvofiq qilish uchun vositalar ustida ishlamaymiz? Mana men xohlagan nuqtai nazar. Chatbotlari qanchalik tarafkash? Men birinchi marta ChatGPTga Falastin mojarosini 10 yoshli bola uchun tushuntirishni so'radim. U esa bu juda murakkab, tushuntirish qiyin deb javob berdi. Ushbu tarafkashlik bilan qanday xavf-xatarlar mavjud? Yolg'on qarashlar juda haqiqiy bir narsadir. Bu tizimlar sirli tarzda yaratilmagan. Ularni yaratadigan insonlar bor va ularni o'ylab ko'rish kerak bo'lgan ikkita narsa mavjud. Birinchisi yozilgan dastur, algoritmlar. Ikkinchisi ular model qurish uchun ishlatadigan ma'lumotlar. Modellar, agar xohlasangiz, o'ylashni amalga oshiradigan narsalardir. Endi tasavvur qiling. Bir dasturchi Kaliforniyada o'rnashib olgan. U ehtimol g'arb liberal qarashiga ega. U tarafkashlikni hatto anglamasligi mumkin. Chunki bu bilan bog'liq muammolardan biri shundaki, bu uning xayolida bo'lmasligi mumkin. Ammo u algoritm qanday ishlashini va algoritmni o'rgatish uchun ishlatadigan ma'lumotlarni tanlashda qarorlar qabul qiladi va bu yaxshi ma'lumot, bu yomon ma'lumot deb o'ylaydi. U buni kiritmoqchi bo'lmasa ham baribir kirib keladi. Bu haqiqatdan ham isbotlangan narsadir. Ayniqsa, Simnit Gebru tomonidan olib borilgan ishlar. U ilgari Google'da ishlagan va bu sohada maqolalar nashr qilganida ishdan bo'shatilgan. Bu tarafkashlikning haqiqiy narsa ekanini ko'rsatadi. Yaxshi yangilik shundaki, buni kamaytirish usullari mavjud. Siz modelni o'zgartirishda ishlatadigan ma'lumotlarni o'zgartirishingiz mumkin yoki ba'zi hollarda dastur shaxsiyatini o'zgartirib, iltimos, men sizdan islomiy shaxsiyatni va islomiy nuqtai nazarni qabul qilishingizni so'rayman deb so'rashingiz mumkin. Tajribamda bu narsa hayron qoldiradigan darajada yaxshi ishlagan. Ijtimoiy tarmoqlarning e'tiborimizga qanday ta'sir qilganini ko'rdik va sun'iy intellektning vazifalarimizni yozib berish va ba'zi fikrlash vazifalarini tezlashtirish qobiliyatini borligini hisobga olgan holda, bu bizni dangasa yoki ahmoq jamiyatga aylantira oladimi? Bu juda murakkab savol. Har safar yangi texnologiya joriy etilganida, odamlar uning insoniyatni yo'q qilishi haqida xavotirlar bildirgan. Masalan, kitoblar nashr qilina boshlaganida, bosma pressalar paydo bo'lganida, odamlar bu odamlarning xotirasini buzadi, hamma narsani yomonlashtiradi, hech kim hech nimani eslamaydi deb o'ylashgan. Lekin endi kitoblarning umumiy ta'siri ijobiy bo'lib chiqdi. Shunday bo'lsa-da, savolni bermoq kerak. Bu juda ortib ketdimi? Hozir biz osonliklar jamiyatida yashayapmizmi? Bu esa bizning qadriyatimizga ta'sir qilmoqdami? Ya'ni, bilim olish qiyin bo'lgan va islomiy bilimlarni o'rganish qiyin bo'lgan davrlarda biz uni ko'proq hurmat qilgandek tuyuladi go'yo. Bir hadis uchun oylab yo'l bosishgan. To'g'ri, shunday bir davrda yashayapmizki, bir hadisni 10 soniya ichida topish mumkin. Sahih barcha hadislarni 10 soniyada olish mumkin. Lekin bu bizni yanada yaxshiroq musulmon qilishga yordam bermadi, to'g'rimi? Chunki bilim bilan hikmat orasida farq bor. Bu texnologiya bilan bog'liq xavotirlarim ham shundan iborat. Ba'zida narsalarni osonlashtirganingizda, siz ularni jarayon davomida qadrsizlantirasiz. Mana shu mening qo'rquvim. Transhumanizm g'oyasi bor deb o'ylaysizmi? Ya'ni insonlar va robotlarni birlashtirishga qaratilgan harakat bormi? Menimcha, bu qarashga ega bo'lgan odamlar mavjud va ular singulyarlik kabi narsalar haqida ko'p gapiradilar. Ya'ni biz birlashib, yangi bir turga aylanamiz. Masalan, Homo roboticus yoki shunga o'xshash bir narsa. Hozirda bunday rivojlanishlarni ko'rayotganimiz yo'q. Va har doim chekka joylarda aqlsiz g'oyalarga ega bo'lgan odamlar bo'ladi. Lekin men buni Silikon vodiysida insonlarni robotlar bilan birlashtirishga qaratilgan bir fitna deb ko'rmayapman.
Sun'iy intellekt taraqqiyoti Alloh taolo yaratgan mavjudotlarning hayratlanarli tabiati haqida shubha uyg'otishi mumkinmi? Yo'q, men uchun unday emas. Aksincha, buning teskarisi. Mana shu barcha mashinalar, barcha shu g'alati algoritmlar bilan ham Qur'onda insoniyatning bir pashsha yaratishi haqida so'z boradigan oyatga binoan bir pashsha yarata olmadik. Bu narsalar qanday qilib bizning iymonimizga ta'sir qiladi degan fikr yo'q. Axir biz shunchaki internetdan ko'p ma'lumotlarni yig'ib, kichkina bir narsa yasadik xolos. Ularni stoxastik to'tiqushlar, ya'ni tasodifiy to'tiqushlar deb atashadi. Tasavvur qiling, bular xuddi internetda o'rgatilgan bir to'da maymunlarga o'xshaydi. Go'yoki bu narsalar nimanidir aks ettiradi va bizning iymonimizni o'zgartiradi degan fikr menga mutlaqo kulgili tuyuladi. Sun'iy intellekt inson ovozini taqlid qila olish, tashqi ko'rinishini moslashtirish yoki hattoki vafot etgan insonni virtual tarzda hayotga qaytarish imkoniyatiga ega ekan, bu Xudoning o'rnini egallayaptimi? Bilingki, bu jarayonlarning barchasida bir umumiylik bor. Algoritmlar biror narsadan boshlanishi kerak. Hatto vafot etgan insonni tiriltirmoqchi bo'lsangiz ham, sizga u yozgan barcha elektron xatlar, qilgan barcha qo'ng'iroqlari va shunga o'xshash ma'lumotlar kerak bo'ladi. Bu yerda amalga oshirilayotgan ishlar Alloh yaratgan narsalarni shunchaki nusxalashdan iborat. Do'stim bir voqeani gapirib berishni yaxshi ko'rardi. Bir guruh olimlar endi biz kichkina bir hasharot yaratishimiz mumkin deyishadi. Xudo bilan muloqot qilishadi va Xudo ularga unda o'sha hasharotni yaratishda tuproq va elementlaringizni ham o'zingiz toping deydi. Demak, bu jarayonning barchasi shunchaki aqlli yig'ish va qayta birlashtirishdan iborat. Bu bizga faqatgina Alloh bularni qanday yaratganini hayrat bilan o'ylash imkonini beradi xolos. Musulmon kishi sun'iy intellekt uning Alloh bilan bo'lgan munosabatini buzmasligi uchun nima qilishi kerak? Bu juda chuqur savol. Albatta bu ta'sir ko'rsatishi mumkin. Siz undan islom haqida bilim olish uchun, da'vat qilish uchun juda yaxshi materiallar tayyorlashda qo'llashingiz mumkin. Lekin odamlarni o'ldiradigan mashinalar yaratish uchun yoki yer yuzida fasod qiladigan odamlarni bezovta qiladigan zararli narsalar uchun ham ishlatish mumkin. Shuning uchun bu bizga bog'liq. Uning foydali tomonlaridan foydalanib, o'zimizni yanada yaxshilashimiz kerak. Bilasizmi, bu xuddi kitoblar kabidir. O'zi kitoblar na yaxshi va na yomon. Bu faqat sizning tanlovingiz va e'tiboringizga bog'liq. Masalan, siz sun'iy intellektdan islomiy kitoblarni qisqacha mazmun qilish uchun foydalanishingiz mumkin. Uni ma'naviy rivojlanishingiz uchun ham ishlatishingiz mumkin va u sizga shu jihatdan foyda keltiradi. Siz Google va Uber kabi insonlar hayotini o'zgartirgan texnologiyalar ustida ishlagansiz. Sizningcha sun'iy intellekt yaqin 5 yoki 10 yil ichida insoniyatni qayerga olib boradi? Qanday o'zgarishlar keltiradi? Bu yana bir murakkab savol. Barcha bu texnologiyalar aslida jamiyatda allaqachon mavjud bo'lgan tendensiyalarni kuchaytiradi. Yomonlik yanada yomonlashadi, yaxshilik esa yanada yaxshilanadi. Bu jarayonning ijobiy tomonga ketishi esa faqat bizga bog'liq. Men dunyoni tasavvur qilaman. Unda ta'lim va dunyo haqidagi bilimlar ancha tezlashadi. Shuningdek, odamlar ishda o'zlarini yanada samarali va qoniqarli his qilishadi. Chunki ular bajaradigan zerikarli vazifalar avtomatlashtiriladi. Lekin men yana bunday dunyoni ham tasavvur qilaman. Unda ishsizlik ko'payadi va jamiyatda tengsizlik kuchayadi. Kambag'allar yanada kambag'allashadi, boylar esa yanada boy bo'ladi. Ana shunday paytda biz musulmonlar jamiyatda to'g'ri yo'nalishda rivojlanish bo'lishi, ijobiylikka intilish va butun jamiyat uchun foydali tizimlar qurilishi uchun ushbu muhokamalarning bir qismiga aylanishimiz zarur. Sizningcha musulmonlar sun'iy intellektni qabul qilishlari kerakmi yoki nima bo'lishini kutishlari kerakmi? Tarix va islom darslari shuni ko'rsatadiki, biz orqada turib bu ko'nikmalarga ega bo'lgan odamlarni oldinga surishimiz yomon fikr bo'lgan. Misol uchun, bosma nashr joriy qilinganida ko'plab olimlar unga qarshi chiqqan. Chunki bu bilimlarga zarar keltirishi va uni odamlarga taqdim etishda salbiy ta'sir qilishi mumkin deb o'ylashgan. Xuddi shu narsa internet yoki sun'iy yo'ldosh televideniyasi haqida ham bo'lgan. Dastlab musulmonlar bu texnologiyalarga qarshi chiqqan, ammo keyinchalik ularni qabul qilib, ulardan foydalanishni boshlashgan va bu texnologiyalarning foydasidan manfaat ko'rganlar. Shuning uchun agar bizda to'g'ri fikrlaydigan odamlar bo'lsa, bu texnologiyani tushunishga vaqt ajratib, bizda bu texnologiyani o'zimiz xohlagan tarzda jamiyatga ijobiy ta'sir ko'rsatish va zararini kamaytirish uchun yo'naltirish imkoniyati bor. Agar bizda musulmonlarga mos alternativalar bo'lmasa, odamlar faqat ChatGPT yoki boshqa narsalarni ishlatishadi. Shuning uchun buning bir qismi bo'lishimiz juda muhim va bu menga shaxsiy tarzda bu sohaga sarmoya kiritishga undovchi omil bo'ldi. Chunki bu jamiyatda o'zgarish keltiruvchi kuch bo'ladi.
va men uni bizga qarshi emas, balki bizga foyda keltiradigan tarzda rivojlanishini xohlayman. Doktor Valid, vaqtingizni ajratganingiz uchun rahmat. Foydali suhbat bo'ldi. Albatta, juda maroqli suhbat bo'ldi. Rahmat.